Mbappe Realdan ketish kerak. U Realning asosiy muammosi. Mbappe out. Ha, aynan mana shunday tanqidlar so'nggi kunlarda juda ham kuchaydi. Ayniqsa Real Madrid Chempionlar Ligasida Bavariyaga mag'lubiyatga uchrab turnirni tark etganidan so'ng. Xo'sh, bu tanqidlarda jon bormi? Rostdan ham Mbappe Realning muammosimi? Hozir sizlar bilan bu mavzuni birgalikda tahlil qilamiz. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Futbolga oid mana shunaqangi dolzarb mavzular tahlili faqat bizning sahifada. Unda boshladik. Real Madrid va Kylian Mbappe atrofidagi muhokamalar tobora jiddiy tus olmoqda. Bir paytlar mukammal hamkorlik sifatida ko'rilgan bu loyiha hozir savollar ostida qolmoqda. Muammo futbolchining o'zidami yoki jamoaviy tizimda? Mbappe individual jihatdan hali ham dunyoning eng xavfli hujumchilaridan biri hisoblanadi. Uning tezligi, texnikasi va gol urish qobiliyati har qanday himoyani yorib o'tishga yetarli. Shu sababli uni jamoaga zarar keltirayotgan futbolchi sifatida ko'rish bir yoqlama va to'liq asosli emas. Biroq zamonaviy futbol, ayniqsa Real Madrid darajasidagi klubda o'yin faqat individual mahoratga tayanib qurilmaydi. Bu yerda jamoaviy o'yin hal qiluvchi ahamiyatga ega. Realning so'nggi uchrashuvlari esa aynan shu jamoaviy o'yin bilan bog'liq muammolarni ko'rsatyapti. Mbappe jarohatdan qaytib asosiy tarkibga kirganidan beri klub hali g'alaba qozona olmadi. Aksincha, u asosiy tarkibda tushmagan so'nggi 9 ta o'yinda Real Madrid g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lgan. Ortiqcha fintlar, pas berish kerak bo'lgan joylarda ham o'zim hal qilaman degan ego, ochiq zonadagi futbolchiga to'pni berish o'rniga gol urishga bo'lgan ishtiyoq jamoaning zarariga ishlayapti. Bilasizmi, yana bir muammo nimada? Mbappe va Vinicius funksional jihatdan bir-biriga yaqin o'yinchilar ekanligi. Ular juda ko'p marotaba bir xil nuqtada paydo bo'lib qolyapti. Natijada markaziy hujum zonasida to'p so'raydigan futbolchi topilmayapti. Mana bu Vinicius va Mbappening bu mavsumda qaysi nuqtalarda ko'proq harakat qilgani. Ko'ryapsizmi, qizarib yotgan joylar ular o'ynagan zona. Buning oqibatida hujumlar avvalgidek xilma-xil emas. Ko'proq bir yo'nalishga bog'lanib qolyapti Real. Bu esa boshqa yetakchi futbolchilarning samaradorligiga ham ta'sir qilyapti. Umuman olganda Real Madrid Mbappesiz yaxshiroq deyish noto'g'ri bo'ladi. Chunki xohlaymizmi yo'qmi, o'rtada statistika bor. Kylian bu mavsum 50 ga yaqin gol urdi. Ammo hozirgi holatda jamoa Mbappe va Vinicius juftligi bilan samarali o'ynay olmayapti. Agar murabbiylar shtabi jamoaviy o'yin balansini tiklab, o'yinni individual yulduzlarga emas, balki umumiy jamoaga moslashtira olsa, Mbappe hali ham Real Madridning yangi yutuqlarga olib chiqadigan asosiy figuraga aylanishi mumkin.